Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana bugun Ramazonni avvalgi kuni boshlagan xatmi Qur'onimiz yakuniga yetib keldik. Bugun butun O'zbekiston bo'yicha barcha masjidlarda xatmi Qur'onning yakuni bo'ladi. Shu jumladan bizning bu masjidimizda ham bugun xatmi Qur'on yakuniga tayyor bo'lib turibmiz. Alloh subhanahu va taolo bu kechani barchamizga xayrli, barakotli kecha qilsin. Qolaversa bugun masjiddagi xatmi Qur'on yakuni bo'lishi bilan birga bugun Ramazonning eng ulug' kechalari Qur'oni Karimda maqtalgan bu kecha Qadr kechasidir inshaalloh. Bu kechani fazilati haqida Qur'on oyatlarining birida A'udhu billahi minash shaytonir rojim Laylatul qadri khayrun min alf shahr deb Alloh marhamat qiladi. Ya'ni bu Qadr kechasi 1000 oydan yaxshiroqdir degan. Biz mana shu kechada bugun demak xatmi Qur'onning yakunida turibmiz. Bu tashabbus bizni O'zbekiston Musulmon idorasi raisi Muftiy hazratlarimizning tashabbuslari edi. Mana shu Ramazonni yakunidagi xatmi Qur'on yakunini Qadr kechasida butun O'zbekiston bo'yicha barcha masjidlarda bir kunda qilinsa-yu, shu millionlab odamlar bir duo qilsa, o'sha duolarni Alloh qabul qilsa degan bir niyat qilib tashabbus qilgan edilar. Ana o'sha tashabbusni ijrosi sifatida bugun butun O'zbekiston bo'yicha masjidlarda xatmi Qur'on yakuni bo'ladi. Inshaalloh umid qilamiz bu kechani Alloh bizlar uchun xayrli, barakotli qiladi. Xatmi Qur'onlarimizni chiroyli yakunlab, so'ngida albatta eng avvalambor yurtimiz uchun, xalqimiz uchun va albatta har bir inson o'zi uchun qiladigan duolarni Alloh qabul qilsin deb umid qilib qolamiz. Barchamizga Alloh bu kechani xayrli, barakotli qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuhu.